Salom qizlarjonlar, bugun bir o'zimni xursand qilay deb detoks maskadan foydalanmoqchi bo'ldim. Buning uchun menga Ayzapam yordam berdilar. Ishimizni birinchi bo'lib sponj tayoqchasini yashirib olishdan boshladik. Suvga solsanglar, o'zi mana videoda ko'rib turganingizdek yashib chiqadi va bunda bemalol keyin gel umuvaniyada yuzinglarni yuvsanglar bo'ladi. Mana biz ham gel umuvaniya bilan yuzimni ko'pirtirib yuvdilar. Ketidan botanika skrabni ochib, botanika skrabni surdilar, yaxshilab ishqaladilar, o'zi ham jon jahdlarini berib tozaladilar yuzimni. Orada meni ham ko'rsatib qo'ying dedilar. Xo'p deb videoda ko'rsatib qo'ydim Ayzapamni ham. Yuzni yaxshilab tozalagandan keyin Beauty maskasini qo'yishni boshladik. Bu maska yuzni bir tonga oqartiradi, ajinlarni tortib beradi, poralarni qisqartiradi, terimizni yoshartirib, chiroyli ko'rinishga keltiradi. Maskani qo'ygandan keyin bundoq qarasam, maska qotib qopti. Kosmetolog ahvolini qaranglar, yuzimda maskani qotirib, o'zlari telefon o'ynab o'tirishlarini. Bor dedimda, shart o'rnimdan turib, spreylikni olib yuzimga sepib oldim. Namuncha shoshasiz deb qarasam, Okeanim seriyasidan patchilarni olib ko'zimga yopishtirishni boshladilar. Voy desam, ikkala ko'zimga patchilarni yopishtirib qo'ydilar. Xullas qizlarjonlar, bugun o'zimni bir sevdim. Xullas mana shunaqa chiroyli ko'rinishga kelib oldim.